Xayrli kun. Xavi, ertaga siz Real murabbiy sifatida birinchi klassikoni o'tkazasiz. Bunday uchrashuvda Santiago Bernabeuning ahamiyati qanchalik katta bo'ladi? Xayrli kun. Hammasi to'g'ri. Klassiko bu o'ziga xos o'yin. U uzoq yillardan buyon va hozir ham shunday o'yin bo'lib kelmoqda. Yangi kelganlar va bu loyihamiz uchun ham bu birinchi klassiko. Shu sababli ham bu stadiondan biz bilgan, bizni oldinga undaydigan kuchli energiyani, vibratsiyani his qilishni istardik. Bir necha kun oldin Lamine Yamalning Real doimo nolish haqidagi intervyusini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu gaplar Real kiyim almashtirish xonasiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Avval aytganimdek, bu yetarli darajadagi muhim o'yin. Unda biz g'alaba qozonishimiz va rohatlanishimiz uchun ko'plab jumboqlar bor. Aynan shu narsalar bizni ko'proq o'ylantiradi. Ha, bilaman, bu yangi loyiha, yangi jamoa, ammo o'tgan mavsumdagi klassikolardan qandaydir xulosa chiqarish mumkinmi? Ha, bu o'yinda ham o'xshash vaziyatlar bo'lishi mumkin. Biz ularni tahlil qildik. Biroq bu ular uchun ham, men uchun ham boshqa o'yin bo'ladi. Bizning loyihamiz o'zgacha. Biz har kuni ishlayotgan uslubimizda o'ynab, eng kuchli jihatlarimizdan foydalanishga harakat qilamiz va yaxshi o'yin o'tkazishga intilamiz. Barselona futbolchilar tomonidan klassikolar haqida aytilgan gaplarga qanday munosabatdasan? Yo'q, men bunga e'tibor bermayman. Barselona tomonidan biz tomonga aytilgan gap so'zlar juda ham ko'p. Meni ularni baholab, tahlil qilishga vaqtim yo'q. Biz uchun eng muhimi bu yashil maydon. Qayerdan ekanimiz va ertaga bizni nimalar kutayotgani. Aynan shu narsalar meni ko'proq o'ylantiradi va shu haqida biz ko'proq ishlaymiz. Bu mas'uliyatni o'z bo'yningizga olishingiz haqida so'ramoqchi edim. Hansi Flickning maydonda bo'lmasligi jamoaga qanday ta'sir qiladi? U sizga qandaydir maslahatlar berdimi? U bilan o'yin paytida qanday muloqotda bo'lib turasiz? Tinglang, agar Hansi maydonda bo'lmasa, siz uni sog'inishingiz aniq. U jamoaning eng muhim bo'lagi. Shu sababli u yetishmasligi aniq. Xuddi shunday holat o'yinchilar bilan ham bo'ladi. Agar ular yordam bera olmasa, siz vaziyatni boshqara olishingiz kerak bo'ladi. Bunda hamma o'z imkoniyatidan 100% ga foydalanishi lozim. Oxirgi paytlarda Lamine Yamal haqida gap so'zlar ko'p bo'lmoqda. Ayniqsa Madridda uni ko'p tanqid qilishdi. Uning Madrid o'g'ri va hakamlarga nolishi va shu haqidagi gap so'zlarini nazarda tutmoqdaman. Bu haqida nima deb o'ylaysiz va bu sizga qanday ta'sir qiladi? Yoki bu sizga ham motivatsiya bo'lib xizmat qiladimi? Lamine Yamal ajoyib o'yinchi va bu unga motivatsiya beradi deb o'ylayman. Umid qilaman, biz uni ertaga eng zo'r darajasini ko'ramiz. O'tgan mavsumda jamoa Realni 4-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgan edi va o'sha oqshomda madridliklar juda ko'p marta ofsaydga tushgandi. Hozirda esa Vinicius va Mbappe yaxshi formada. Shu sababli himoyani pastroqqa surishni reja qilmayapsizmi? Biz nima qilgan taqdirimizda ham buni to'g'ri bajarishimiz kerak. Bu eng muhimi. To'p bilan ham, to'psiz ham yaxshi o'ynab, kerak bo'lsa yuqoriga ham ko'tarilishimiz kerak. Bu juda muhim. Agar hammasini o'zgartirsak, jamoaning tuzilishi o'zgarib ketadi. Bo'lajak o'yindan oldin jamoangizda yo'qotishlar 6 taga yetdi. Rafinha bilan qo'shib hisoblasak, ustiga ustak o'yin Santiago Bernabeuda bo'ladi. Shu sababli bu o'yinda Realning imkoniyati ko'paydi deb o'ylaysizmi? Yoki bunday o'yinlarda favorit bo'lmaydimi? O'ylashimcha, bunday o'yinlarda imkoniyatlar doimo 50-50 bo'ladi. Maydonda eng yaxshi o'ynagan jamoa g'alaba qozonadi. Hammasi oddiy.